Assalomu alaykum. Mena birinci savol javob do'stimiz topdik. Do'stim adınız kim? Shahriyar. Shahriyar. Savol beraman Xorazm hakkında. Bilsangiz ham birinchidan pazar kelasiz inshaalloh. Xorazm evvel Xorazm Shohxona davlatini bilasizmi? Javobni menga. Shu vaqtda poytaxtini bilasizmi? Ko'hna Urganch. Evvelgi vaqtdan ang. Hozirgi adi. Xiva. Yo'q. Ma'rif. Yo'q. Shu yaqinligi. Burganch emasligi. Do'stimiz bilar ekan, hozirgi adini aytdi lekin. Xorazm Shohxona davrida qang. Xorazm Shohxona. Jaldi menga berdi poytaxtida. Vaqti Ko'hna Urganch bo'lgan. To'g'ri. Doğru. Bu vaqt endi Gurganchda aytib hozir ko'xtanizda. Bilasizmi Gurganchda? Oling. Oling yana bir. Yaxshi. Bo'ldi. Sog' bo'ling asa. Sana shu yerdan podpiska yozib qo'y. Do'stim adınız kim? Umar. Umarbek yana qatnashchiga eng qiyin savollardan birini beraman. Ishiga turgan Mobius kompaniyasi bilasizmi? Eshitdim. Mundalingi adini bilasizmi noliga? Yo'q, bilmayman. Doğu O'zbekistonda emasmi siz? Mundalingi adı Mobius kompaniyasi 9788'lik. Aga bilmayman, rostdan. Do'stim oling. Mundalingi kompaniyasi Umes deb aytilgan. Umes bu. Oling. Yo bu kayfiyat uchun bu. Bir sana. Oling qalang. Sağ olun. Yadınızda qo'ying, Mobius Umes bu. Hangi O'zbekistonda yursan? O'zbekcha bilamiz. Yo'q, ana savol bersam O'zbekiston. Bilan. Adınız kim? Yana bir ishtirokchimiz. O'nbek aka. Dim qiyin savollardan. Kallaningizni ishlatib javob berasiz, o'ylanib. Zaminni o'ylanib. 3 kompaniyani bilasizmi? Ava. Mobius. Bundan eldingi adı ne bu? Munna eldingimi? Yumes. Oo, brat taptı. Dim qiyin bo'ldi, gay topsiz. Oling, qalang endi oling. Oling yana, bolalardanchi. 5dan 4 balaning insof bilan. Oling. Insof bilan. İnsofga yana 4 oling. Sağ olun ha. Yana bir ishtirokchimiz adı bermay ekan ismi. Dim qiyin savol bermang dedi. Ansa savoldan berasiz. 3 kompaniyani bilasizmi? Var. Bundan eldingi adını bilasizmi? Yume. Oo, oling. Qalang. Yo'q, bir odamda shiqqatib oling. Bitta sig'adi ekan. Rizqini ko'ramiz. Shunday kirib oling bir nonni. Qiyin bo'lib turibdi ekan. Bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling. Ading kim? Shohruh. Yana bir ishtirokchimiz Shohruh. Bir savol beramiz, o'ta qiyin lekin bilishingiz. 3 kompaniyani bilasizmi? Ava. Nom Mobius. Bundan adını bilasizmi? Yo'q. Mobius'un bundan ishlatadi. Yo'q, bilmayman. Bundan evvelingiz MTS edi. Keyin ne oldu bilmiyorsun? Badarka alın. Yok bilseniz alın. Bundan evvelingiz UMS bu. Xorazmni bilasizmi öyle? Xorazm Shohxona davlatini bilasizmi? Xorazm Shohxonadan beraman sizlar. İsmim Madina ekan. Xorazm Shohxona davrida Xorazm Shohxona, Xorazmning poytaxti neri bu? Urganch. Yo'q. Gurganch. Ana! İkisi doğru. Evet, hozirgi adı yo'q, nima deysiz Gurganch, oling. Oling. Oling siz ham. Oling. Bemalol. Rostdan? Oling. Yana oling. Bo'ldi. Sen topdi lekin. Adınız kim? Dillola. Tarixni bilasizmi? Yo'q. Ne onu bilasiz? Matematikchi. Yo'q. Instagram sayfasi yozib ko'rganmisiz? Yo'q. Siz ham ish kompaniyani bilasizmi hatto? Hava. Bundan eldingi adını bilasizmi? Mobius'du. Uzmobilmi? Yo'q. O'ylang. Bundan eldingi birinchi MTS puan, keyin u bo'ldi, keyin hozir bunday adı o'zgardi. Yumes. Men oling. Qalagancha oling. Qalagancha. oling. Hozir shunda qo'lini sig'gancha oling, bundan ortiqqa. Vay! O'zi kichkina bo'lsam rizq katta ekanligi sabr. Qashqarda yaxshisiz? Kimyo? Tarix? Yo'q. Tarixni tushsiz, matematika. Matematika bo'ladi. Qo'sh shairni bilasang, boshqa zamonangiz. Bilaman. Adınız kim? Diyarbek. Diyarbek keyingi ishtirokchimiz. Kimyo, doğrusu kimyo ben tushunmayman. Kimyodan savol berayin desam. Ish kompaniyani bilasizmi, Mobius'ni? Ava, biz bilamiz. Bilasizmi? Bundan eldingi adını bilasizmi? Yo'q, bundan degan bilmayman. Eng birinchi MTS bu. Ha. MTS'dan yana bir, keyin hozir Mobius. Shuni bilasizmi MTS'dan keyin? Ava MTS. UCL emasmi? Yo'q, UCL hozir ham bu. Ha, UCL hozir ham bor eding. Yana bir shans. O'ylaning. Tam qiyin bo'lib turibdi hozir bratni kallasi. Kimyodan menga qiyin savol chiqdi. Kimyodan yo'q. Eshitmayapmiz ha. Siz bilasizmi gang? Hozir Mobius. Birinchi MTS. Yashil olabilir.
MTS'dan keyin birisi bo'ldi, keyin Mobius bo'ldi. MTS'dan keyin yordam bilmaysiz, MTS'dan keyin Qozog'iston voy deysiz lekin. O'ylaning. Bosh harfi udan keladi buni. Voy, Uzmobayl emas u kerak. mobil yangi kompaniyalar bor edi. Qiyin bo'libdi. Studentmisiz, abituriyentmisiz? Abituriyent. Abituriyentlarning kallasi endi ishlab turibdi hali. Shu vaqtgacha ishlab turgan ekan bola kallasi. Kerak. Yurmaysizmi? Biray ben tapışacak gibi oldu. Alayım kadarıyla. Okuyunlar. Gerek bo'ladi sizlarga. Hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar savol javoblarimizni qilgan kontentimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni bildiringlar. Ozgina bo'lsa, maslahatingizni diklagan bo'lsa, kayfiyatingizni diklagan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Hammangizni servis yozda kutib qolamiz. Shunday kontentlarimiz ko'p bo'lsin, xohlasangiz, bemalol fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozsangiz kutamiz. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz yozdamiz har doim.